şu tor aldıda o'ltirib bizning Alkuy akşami programmamizni ko'rayotgan suyimli onlarimizga, jumladan o'zimga. Chunki men bir ana emasman. Bir ana nomli tarjima hikoyani so'q qilman, yoqtirib anglagan bo'lsanglar. Rahmat sizlarga. Ana. Sirtda yig'ayotgan kuz yomg'irining nam xush hidi dimakka o'rlatdi. Әтеген tushishga boshlagan yomg'ir haligacha to'xtamay yotadi. Men derizlarni ching'ida taqab, pardani to'liq tortib etdim. İşlerimni tugutib, uxlashga tayyorlangan vaqtimda soat 11 dan oshgan edi. Shaharning havosi necha kundan beri xuddi qaynonasidan dashnam yegan kelinchakning qabiqidek to'rilib qolgan edi. Yotqanға мәккем pürkengenimce qo'ng'iroqlik soatni oldim. Batareyasi tugagan bo'lsa kerak, to'xtab qolgan edi. Bu so'g'uqda sirtqa chiqib, batareya ilib kirishga erinib, yiroq yurtdagi onamga telefon qildim. Ana, qo'ng'iroqlik soatimning batareyasi tugabdi. Ata shirkatda muhim bir yig'in bor. Atigarak berishim kerak. Sahar saat 6'da telefon qilib, uyg'otib qo'ysang bo'pti ekan, dedim. Anam allaqachon uxlab bo'lgan bo'lsa kerak, ovozi bo'g'iqroq chiqdi. Ma'qul qo'zam, xotirjam uxlavagin. Men telefon qilib uyg'otib etaman. Telefonning ansiz sayrishi bilan uyg'onib ketdim. Toza tatlı tush ko'ryotdim. Buncha atiganda telefon qilgan kimkina? Sirtdagi qorong'u bo'lib, tong suzilmagan edi. Qizim, tez o'rningizdan turing. Bugun muhim yig'iningiz bor. Bu onamning ovozi edi. Men ishtikli qo'l saytimga qaradim. Texi endi 5 dan 40 minut o'tgan edi. Ana, 6 bilan uyg'otib qo'y demedimmi? Uzoqroq uxlab olaman desam, uyg'otib etding meni. G'udrashlarimdan onamning uni o'chdi. Men boshqa gap qilmay telefonni qo'yib etib, erinchaklik bilan o'rnimdan turdim. Bugungi yig'in men uchun intayin muhim edi. Girimlarimni ko'ngil qo'yib qildim. O'zim eng amroq kiyimimni tanlab kiydim. Ishikdan chiqadigan chaqda necha yenib aynakka qarab, o'zimni ravrus tuzashtirib, ko'nglimda nuqson qolmadi degandilar, ondan bo'sog'idan atladim. Sirtning sovuq havosi badanni shurkantiradi. Yengnining uchidak ushshaq yig'ayotgan kashkuz yomg'iri haligacha to'xtamagan edi. Men sharpamni hemmada o'rab, eldam qadam bilan mengib, avtobus bekatiga keldim. Bekatda chochlari ushdak oqargan bir jup bovay momay turibdi. Shuncha yildan beri mush odatingni tashlamadinglar deyman. Bir kecha uxlamaganinglar yetmagandek tong atmasdan oldirab chiqib oldik mana. Biz baldur chiqqanga baldur keldigan ish yo'q. Bekadan beka so'g'uq yeginimiz qoldi. Deb qoyida bovay. Va mo'mining oldiga tushib turgan sharpasini tuzashtirib, endab qo'ydi. Şunaqa emasmi? Bular baldur kelib olgan edi. Tunji qitimliq avtobusning bu bekatdan qo'zg'alishig'imi yana 5-10 minut vaqt bor edi. Chat cho'rlarga e'lon so'zlari yozilgan ko'cha avtobusi harg'inlik yetgan kaladek pushuldig'inicha bekatga kelib, yenikkina to'xtadi. Men avtobusga chiqdim. Avtobus shoferi bo'ylari egiz, qop-qora sochlari gadniga tushib turadigan yigit edi. Men chiqib bo'lgandan keyin u avtobusni qo'zg'atdi. "Voy ustam, bu qilganingiz faqat qamlashmadi jumu?" dedim, o'rnimdan chachirab turib. "Av ikkalanni olmayli mangdingizgu, shuncha sovuq havoda bir muncha saqlagan tursa, nemishqa ularni elib olmaysiz?" Yigit beshini burab menga qaradi. Va "Hech qisi yo'q", dedi kulib turib. "U ishkaylan mening ota-onam bo'ladi. Bugun men ishga tushgan tunji kun. Ishga tushgunimni ko'gili kapti. Havo sovuq, kammanglar deb topilgandim
bo'lmasa. Turibla qoldim. Anam xiyolimdan kechdi. Shu arada atamdan qisqa uchur keldi. Qizim, hammani qilgan onang sening aramingni buzib qo'ydi. U kechachi tuzuk uxlayolmagan edi. Sening kechikib qolishingdan ansirab, seni uyg'otib etdi. Ko'zlarimda liqqina yosh. Shu topda onamning ellik bag'rini shunchalik seg'inmoqda edim. Mundaq bir gap bor. Ota bolaga so'g'ib bersa, bola qin-qiniga sig'may kuladi. Bola otaga so'g'ib bersa, ota yig'laydi. Bu ömrümüzdə ata-anamızga bəkçik qarzdormiz. Amma ular hech qachon uni qaytarishimizni talab qilmagan. Ba'zida sho'xlik qilib, ba'zida akilib va ba'zida bilib bilmay ularga ochiq aytamiz. Diliga azor berib qo'yamiz. Ular shu qadar kechirimlik ekanki, bizdan ranjimaydi ekan. Chunki biz ularning oldida mangu cho'ng bo'lmaydigan bola ekanmiz. Hurmatli o'qirman, qani qo'lingizga telefonni elib, ota-onangizdan ahvol so'rang. Mungdishi bo'ling, sirdishi bo'ling. Ko'ngli ko'tarilib qoladi. Sizdan xotirjam bo'lib, jahonni olgandek jonlari yayrab, tallari kengayib qoladi. Rahmat.